sababi to'rtta maktablarimizda ko'p muloqotda bo'lmaganman. Kamol Mirzayev bilan ota bola bo'laylik, yuramiz gohida. Ramazon muborak tomonidan. Aka. Nima deydi? Bizni Fatibek Aslanov bilan oldimizga ko'p hududlardan otaxon 80ga, 90ga, 70ga kirgan otaxonlar keladi, keyin hazillashamiz-da, bizlar boboy jo'ralar keldi. Ular lekin hali boboy emas, bizlar kiydash jo'ralar. Endi Kamol Mirzayev haqida boshlayman. To'lqin aka xafa bo'lmaysiz. Yaqindan yo'lga chiqqan karvon albatta olis manzillarni zabt etadi. Shu uchun Kamol Mirzayevni 65 yoshlik umr yo'llari, masalan, yosh avlodga, xususan o'sib kelayotgan yosh avlodga juda katta bir maktab, saboq. Negaki rahmatli dadalari Kamol Mirzayev dunyoga kelgan payti bir chiroyli, yaxshi niyatlar bilan nihol qilib qadagan bo'lsa, o'sha niholni parvarishlab voyaga yetkazish bu albatta o'zimizdan bo'lmaydi. Albatta nihol daraxtga aylangandan keyin, ayniqsa mevali daraxtga bizda dehqonchilik tushuntirganda yoshligimizda amakilarimiz, bolalarimiz yaxshi nihollarni olib kelib katta qilgandan keyin mevalari zo'r turadigan nihollardan hayvon qilardi. Xuddi shu ma'noda Kamol Mirzayevni bu Allohning taqdiri bilan tabiat ko'p boshqa daraxtlarga ham hayvonga ega. Sababi mana shu kitobni dastavval kirish qismini ham bir ko'zga o'tirib, bir o'qib, qarab, qalban his qilsangiz, Kamol Mirzayev nafaqat olim, ham san'atkor, ham sportchi, xalqaro maydonda sport ustasi, xalqaro maydonda ham shoir, ham tadbirkor, ham hoji bobo. Qarang, bir insonga beriladigan baxt Kamol Mirzayevni peshonasidagi bir daftarni, umr daftarini varaqlasak, har bir sahifasida men aytgan yuqoridagi fikrlarimizni asosini ko'rishimiz mumkin.